Assalomu alaykum. Abdullayev School'ga qiziqish bildirganingizni xursandman. Bu video orqali maktabimiz haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lasiz va video oxirida siz va farzandingiz uchun albatta sovg'amiz bor. Keling videoni asosiy muammodan boshlaymiz. Har bir ota-onani ko'nglidan o'tgan bo'lsa kerak, bahola 5, lekin farzandim rost ekanligi o'qiganini tushunyaptimi yoki shunchaki yodlayaptimi? Sizga bir voqeani aytib beraman. Meni ukamni o'zi xususiy maktabda o'qiydi. Bir kuni dadam uyda ukamga dars qildirmoqchi bo'ldi va dars mobaynida 40-45 daqiqa o'tar o'tmas dadamga sport chaqirishga to'g'ri keldi. Shunchaki ukam berilayotgan ma'lumotlarni tushunmayotgan edi. Bu savolga javob berish juda ham qiyin, chunki hozirgi paytda ko'p maktablar qanday o'rgatishadi. Formulalarni o'rgatishadi, qoidalarni o'rgatishadi, mashqlarni qanday yechishni o'rgatishadi, lekin aynan bu nimaga kerakligini hech kim tushuntirib bera olmaydi. Nimaga kerakligini tushunmagan bola aynan imtihonlardan keyin o'rgangan bilimlari 99% holatlarda esidan chiqib ketadi. Bizning maktabimizni bitta savol ustida qurdik. Qanaqa qilib bola olayotgan bilimni nimaga kerakligini anglaydi va qanaqa qilib to'liq tushunib yetadi. Shuning uchun ham biz maktabimizda format metodikasini ishlab chiqdik va bu metodika Qo'qon Uchko'prikda hech qaysi maktabda kuzatilmadi. Metodikamiz 4 bosqichdan iborat. Birinchisi, nimaga o'zi bu narsa kerak? Ikkinchi bosqich, nima uchun aynan bu muhim? Uchinchi bosqich, qanday qilib buni amaliyotda ishlash mumkin? Va to'rtinchi bosqich, farzandingiz o'rgangan bilimlarni o'zi amaliyotga qo'llab ko'radi. Va bizning maqsadimiz aynan mana shu formula orqali 7 yoshda qo'yilgan poydevor 17 yoshda ham, 27 yoshda ham umuman o'z o'rnini yo'qotmasligini ta'minlash. Va maktabimiz asosiy shiori biz fikrlimiz, takrorlamaymiz. Bizda chuqurlashtirilgan fanlar dasturi ingliz tili, matematika, arab tili, rus tili chuqurlashtirilgan tarzda o'rgatiladi. Ingliz tili bilan matematika dunyo bo'ylab har qanday kasbga asosiy tiliga aylandi. Arab tili shunchaki til emas, balki miya uchun eng yaxshi mashqlardan biri. Arab tili leksikasini o'rgansangiz va so'zlarning qanday shakllanishini o'rgangan bola qolgan har qanday tilni ancha tezroq va chuqurroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunga rus tilini ham qo'shganmiz, mintaqadagi ta'sirini hisobga olgan holda. 4 ta fan, bitta maqsad, farzandingiz qancha turli tizimlarda fikrlay olsa, u shunchalik moslashuvchan va o'z fikriga ega inson bo'lib voyaga yetadi. Eng qizig'i, bizning maktabda 5 yoki 3 degan baholar umuman yo'q. Buni ikkita asosiy sabab bor. Birinchisi, 4 bilan 5 orasida anchagina farq bor va aynan farzandingiz necha foiz, qaysi mavzuni qanchalik darajada o'zlashtirganini aniqlash qiyinroq. Ikkinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, farzandingiz bitta fandan bir necha marta 2 yoki 3 oladigan bo'lsa, aynan o'sha fandan men qaloq ekanman yoki ikkichi ekanman degan xayolga borib, bu fanni o'qimay qo'yishi mumkin. Shuning uchun bizning maktab maxsus ilova ishlab chiqqan va har bir o'quvchimiz uchun bitta planshet topshiriladi va bu planshetda faqatgina bitta ilova, ya'ni maktab ilovasi ishlaydi. Maktab ilovasida har kuni o'tilgan darslarni interaktiv tarzda yasalgan video darsliklari bo'ladi va bu darsliklarni ko'rgan farzandingiz ana shu maktab ilovasida 5 bosqichli uyi vazifani bajaradi. Aynan mana shu 5 bosqichli uyi vazifani bajarayotganda farzandingiz qaysi misolda, qaysi mavzuda, qaysi mashqda xato qilayotganini aniq ko'rib turishimiz mumkin va undan tashqari sun'iy intellekt orqali farzandingiz mavzuni necha foiz o'zlashtirilganini kuzatib boramiz. Xatolar aniq tiniq ko'rib turganimiz sababli o'qituvchilar ana shu xatolar ustida farzandingiz bilan individual tarzda ishlaydi. Maqsadimiz bitta, har bir fanni maksimal tarzda tushunarli va to'laqonli o'rganish foizlariga olib chiqish. O'quvchilarning ilovasiga qo'shimcha tarzda ota-onalar yana bitta ilovani qo'lga kiritishadi. Bu ilova orqali maktab maksimal tarzda shaffoflikni ta'minlaydi. Ya'ni ota-ona ilovasi orqali farzandingiz qaysi fandan necha foizga o'zlashtirgani, qaysi fanni takroriy o'qigani, nechta kitob o'qigani, hattoki o'qituvchilar har bir darsdan so'ng sizni farzandingiz uchun alohida sharh yozadi. Ya'ni siz ota-ona ilovasi orqali farzandingiz haqida har bitta o'qituvchining sharhini kuzatib borishingiz mumkin. Hamda bundan tashqari tushlikka nima edi yoki bo'lmasa maktabdan chiqib ketadigan bo'lsa, ota-ona ilovasida farzandingiz aynan qayerda ketayotganini GPS orqali kuzatishingiz mumkin. Va bu texnologiyani vodiy bo'ylab boshqa maktabda hech qaysida ko'rmadik. Juda ko'p maktablar yana bitta e'tibor bermaydigan narsa, ular issiq ovqat, mazali ovqat berishi mumkin, lekin bu ovqatlar sog'lommi? Ichak insonning ikkinchi miyasi, ovqat nafaqat insonning qornini to'yg'izishi, balki o'sib unishiga ham katta hissa qo'shadi. Agar farzandingiz noto'g'ri ovqatlanadigan bo'lsa, dars davomida fikr chalg'ishi va akademik rezultatlariga, ya'ni darsni qabul qilishiga ham katta ta'siri bor. Shuning uchun maktabimizda har bir taomnoma maxsus dietolog nazoratidan o'tgan va direktor va o'qituvchilarimiz ham aynan o'sha taomlarda birgalikda taomlanishadi.
Maktabimiz nafaqat farzandingizni akademik jihatlari, balki sog'lig'i haqida ham qayg'uradi. Sport turlariga keladigan bo'lsak, maktabimiz suzish havzasiga ega va o'quvchilarimiz uchun suzish darslarini yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari, shaxmat va ot sporti joriy etilgan. Futbolga keladigan bo'lsak, Neftchi klubi bilan birgalikda futbol to'garaklari o'tiladi. Xudo xohlasa, bizning asosiy maqsadimiz ertaga farzandingiz maktabimizni bitirgandan so'ng nafaqat universitetga kirishi, balki oilasini, ishxonasini, kerak bo'lsa, ertaga o'zimizni, vatanimizni boshqaradigan liderlar bo'lib yetishib chiqishi. Va oliy maqsadimiz ham o'z fikriga ega yetuk insonlarni yetishtirib chiqarish. Axir biz Kimsan Amir Temur va Imom Buxoriyning avlodlarimiz. Shuning uchun biz har shanba kuni farzandingizni nutq ustida, omma oldida nutq so'zlashiga, undan tashqari o'z fikrini qo'rqmasdan yetkazib berishga, jamoaviy liderliklar asosida treninglar, darslar tashkil etganmiz. Bundan tashqari, farzandingiz 8 dan 5 gacha maktabda bo'ladi va bu davr ichida uy vazifalarini maktabda tugatib, uyga faqatgina dam olish va hordiq chiqarish uchun qaytishadi. Maktabimiz farzandingiz uchun to'laqonli mas'uliyatni o'z yelkasiga oladi. Nafaqat ta'lim, nafaqat jismoniy, balki farzandingizni ruhiyati ustida ham ishlaymiz. Maktabimiz bor yo'g'i 96 ta o'quvchi uchun mo'ljallangan va har bir sinfda sifatli ushlab qolish uchun va har bir o'quvchi uchun alohida e'tibor yetish uchun bor yo'g'i 12 tadan o'quvchi olinadi, ya'ni bitta sinfda bor yo'g'i 12 tadan o'quvchi qabul qilinadi. Joylar soni cheklangan. Agar sizga taklifimiz ma'qul keladigan bo'lsa, menejerlarimiz sizga bog'lanishadi va maxsus sovg'amiz bor birinchi 40 ta ota-ona uchun. Sizni maktabimizda kutib qolamiz.